AQSh departamenti kiritgan pauza nimaga tegishli o'zi? Hozirda AQSh davlat departamenti tomonidan kiritilgan pauza bevosita hozirda AQShdan tashqarida bo'lgan va AQSh elchixonalari orqali green karta olish jarayonidan o'tayotgan shaxslarga tegishli. Bu O1 talent vizasi yoki L1 biznes vizasi talaba va sayohatchi vizalariga ham tegishlimi? Yo'q. O1, L1, H1B, F1, B1, B2 kabi noimmigratsion vizalar bunday pauzaga uchramagan va ular hozirda odatdagi tartibda berilishda davom etmoqda. Agar hozir AQSh ichida bo'lsam, menga ta'siri bormi? Yo'q, agarda siz hozirda faoliyatingizni AQShda davom ettirayotgan bo'lsangiz, siz barcha turdagi immigratsion vizalarga, xususan talant asosida yoki oila birlashuvi asosida murojaat qilishingiz mumkin va sizda green card olish imkoniyati, AQSh hududida green card olish imkoniyati saqlanib qoladi. Agar hozir AQShdan tashqarida bo'lsam, umuman yo'l yopildimi? Yo'q, umuman yo'l yopildi deyish noto'g'ri. Sababi siz hozirda, misol uchun, talant asosida O1, biznes asosida L1, ishchi mehnat vizasi asosida H1B kabi noimmigratsion vizalarga murojaat qilgan holda AQShga kelishingiz mumkin. Demak, hozir ham imkon bormi? Albatta bor. Unda ishni nimadan boshlash kerak? Albatta, Isakov Law Group bilan konsultatsiyalar.